Lüksimizin devamı hürmet vatandaşım. Amerika Qo'shma Shtatlar bilan Chavshan o'rtasida yadrosizlashtirish hukumiga ta'bir berishda ixtilof ko'rildi. Yuqoridagi suhbati to'g'risidagi plan 5-oygacha relsdan chiqib ketishi mumkin. Mavzuli xabar 3-oyning 16-kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Ba'zi mutaxassislar bunday hisobladi. Amerika ve Chavshan yerim orolini yadrosizlashtirish hukumiga o'xshamagan nuqtadan ta'bir berdi. Qaraganda Prezident Trump bilan Kim Jong-unning 5-oyda o'tkazadigan suhbati amaliylashmaydigandek turdi. Prezident Trump o'tgan hafta Kim Jong-unning suhbat o'tkazish to'g'risidagi taklifini qabul qildi. Bu uchurni Pyongyangda Kim Jong-un bilan ko'rishgan Koreyaning elchilari yetkazdi. Davlat bexatarlik ishxonasining boshlig'i Jin Yerong Kim Jong-un bilan ko'rishgandan keyin agar Amerika Chavshanga qiratgan harbiy tahdidni amaldan qoldiradigan bo'lsalar, Kim Jong-unning hokimiyati kapolatga erishadigan bo'lsalar, Chavshan taraf Chavshan yerim orolini yadrosizlashtirish va'dasida chang turdi. Biroq 5-oyda o'tkaziladigan yuqori darajaliklar suhbati yadrosizlashtirish hukumiga qanday ta'bir berishga bog'liq bo'lib qoldi. Kim Jong-unning bu to'g'ridagi ta'biri bunday: yadro qurollarini yetkazib chiqish, yadro qurollarini ishlatishni cheklashdan iborat. Bu Kim Jong-un Chavshanning bergan ta'biri. Mutaxassislar bunday hisobladi. Chavshanning o'tmishda Chavshan yerim orolini yadrosizlashtirishga bergan ta'biri o'zi tahdid deb hisoblagan tahdidni yo'qotish edi. Jumladan Amerika Qo'shma Shtatlari Koreya Amerika mudofaa shartnomasiga asoslanib, Koreyani yadro muhofazat kunligi bilan ta'minlash va Amerika Qo'shma Shtatlari Koreyada askar turg'izish, Amerika Qo'shma Shtatlarining Chavshan yerim orolini yadrosizlashtirish siyosiy hukumiga bergan ta'biri. Chavshanning yadro qurollari planini uzil-kesil bekor qilish. Amerika Qo'shma Shtatlarining Chavshan yerim orolini yadrosizlashtirish siyosiy hukumiga bergan ta'biri Chavshanning yadro qurollari planini uzil-kesil bekor qilishdan iborat. Demak, bu hukumga Chavshanning bergan ta'biri boshqa, Amerika Qo'shma Shtatlarining bergan ta'biri boshqa. Qaraganda suhbat qurilmaydigan o'xshaydi. Bu yerda Chavshan qilch samimiyat ko'rsatgani yo'q. Balki Chavshan Amerikaning ko'ziga to'pishayotdi va Amerika Qo'shma Shtatlarini aldayotdi. Osiyocha aldamchilik qanchalik davran surishi mumkin? Bu Paqirning oxirdagi izohati.